Rossiyada yashaysizmi deydi. Rossiyada yashamayman. Kanadani o'rmonida turasizmi deb savol berishibdi. Hozir sizlarga ko'rsataman. O'rmonda turamanmi yo'qmi. Bizda shunaqa zo'r qor yog'gan bugun. 16-mart 26-yil. Qordan boshlaylik. Qaranglar qancha qor yog'gan. Bir dunyo. Mana bizda uyimiz. Bu uyda kreditka olganmiz. Bu uy. Bizda juda ham daraxtlarimiz baland bo'lganligi uchun o'rmonda turganga o'xshaymiz. Mana har doim video olsam, xuddi o'rmonlarda ichida yashaganga o'xshayman, to'g'rimi? Mana bu yerda qo'shnimiz turadi. Daraxtlarimiz ko'p bo'lganligi uchun qo'shnilarimiz ko'rinmaydi. Mana bu tarafda esa yo'l chiqqan. Mana bu tog'larni qaranglar. Qanaqa chiroyli tog'lar. Ayiqlar, bo'rilar bormi? Ayiqlar bor, lekin biror marta ayiq ko'rganim yo'q. Mana qo'shnimiz. Mana ko'rib turganingizdek hamma joyda daraxtlar bilan o'ralgan. Daraxtlar o'ralgan. Qor erib ketyapti hozir ancha. Mana shu yerdan ketadigan bo'lsak, masalan, mashina bilan chiqadigan bo'lsak, polniy ko'chaga chiqamiz. Mana o'zimcha yurmagan yo'llarni yurib chiqyapman. Mana bu kichkina yo'l. 5 minut mashinada yursangiz, katta trassa bor. Mana bizni ko'chamiz. Faqat bu ko'chada 5-6 kishi yashaydi. Naryoqda bir 5 kishi yashaydi, bo'ldi. Boshqa yo'l yo'q bu yerda. Buni qarasangiz, ko'plar chiqaman degan, mana bu yerdan ham ertalab chiqolmagan shekilli deb o'yladim. Qor tozalaydigan narsam yo'q, shuning uchun iloji yo'q hozircha tozalamay turaman. Ayiqlardan qo'rqmaysizmi degan savol juda ko'p keladi. To'g'risini aytaman, qo'rqaman. Lekin ayiq ko'rganingizda siz o'zingizni kuchliroq qilib ko'rsatishingiz kerak-da. Keyin "Hey, ayiq" deyishingiz kerak. Bor deb mana qilishingiz kerak. O'zingizni kuchliroqligingizni ko'rsatib bera olishingiz kerak. Ayiqlar sizdan qo'rqishi kerak. Lekin qanaqa ayiqligiga bog'liq. Masalan, malla ayiq bor, qora ayiq bor. Ba'zi ayiqlarda qo'rqmaslik kerak. O'zingizni qo'rqitmaganlikda ko'rsatasiz. Ba'zi ayiqlarni ko'rsangiz, qimillamasdan, nafas olmasdan turishingiz kerak.